Eronga safarim boshlandi. Vaqt o'tadi, ammo tarixga guvoh bo'lgan ko'zlar ko'rganini unutmaydi. Bu safar oddiy safar emas. Yo'lim Tehronga, Eronga marhum oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomaniyning dafn marosimiga olib bormoqda. Motam tadbiri 4-iyun kuni Tehrondagi Mosalla majmuasida boshlanadi. 5-iyun kuni esa shu yerda janoza namozi o'qiladi. Tashkilotchilar marosimda dunyoning 90 ga yaqin davlatlar delegatsiyasi ishtirok etadi deb aytishyapti. Oyatulloh Ali Xomaniy joriy yil 28-fevral kuni AQSh va Isroilning Eronga bergan ilk zarbalari oqibatida halok bo'lgan edi. Dafn marosimining oradan 4 oy o'tib o'tkazilayotgani esa mintaqadagi mojaro va xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat sabab izohlanmoqda. Nega bu darajada bu oliy rahnamoga hurmati juda ham baland xalqning sababi 40 yilga yaqin vaqt ichida sanksiyaga uchragan bo'lsa ham mana shunday davlatning taraqqiyotga, ilm-fanga va odamlarni vatanparvarlikka va dinga bo'lgan hurmatini oshirishda eng katta hissa qo'shgan albatta bu Oliy Ali Xomaniy bo'lsa kerak. Shuning uchun uning xalqi juda ham sevadi va shuning uchun ham shuncha odam yig'ilishining va katta e'tirof bilan dafn marosimi o'tishining sababi ham ana shu bo'lsa kerak. Men ushbu tarixiy voqealarni bevosita voqea joyidan kuzatib, sizlarga tezkor va xolis ma'lumot yetkazishga harakat qilaman. Safarim davomida Tehrondan maxsus lavha va reportajlarni kutib qoling. Obuna bo'lishni unutmang va izohlarda yozib qoldiring. Katta taassurotlar hammasi hali oldinda.